Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga, Moskvadan Samarqandga qatnay turgan transportlarimiz reyslari davom etyapti. Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishlari bo'yicha Comfort Lux avtobuslarida ketmoqchi bo'lganlarga shoshilinch nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bu bugungi ikkinchi reysimiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, transportimizni ichki holatlarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashgan. Bu transportimiz ichida ham bagajlar yuklangan. Mana aka yaxshi joylashib oldingizmi? Assalomu alaykum. Chiqdingizmi avtobusni, ichilarini ko'rdingizmi? Normalmi aka? Yaxshi yetib oling. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan transportlarimiz haqida ma'lumotlar joylab boramiz azizlar. Avtobusimiz ichki holatlarini ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringdek yo'lovchilarimiz sumkalar joylashdi, boshlashdi. Har bir yo'lovchi uchun shunaqa bagajlardan ikkitadan bepul bo'ladi. Dokumentida kamchilik bor, aka-ukalarimizni ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Avtobusning ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Yangi pokiza sona avtobuslar. Aka yaxshi joylashib oldingizmi? Ha, rahmat. Ma'qulmi avtobusning salonlari aka? O'sha reklamada ko'rganingizdek ham ekan. Toshkentga ketyapsiz? Inshaalloh aka. Yaxshi yetib olinglar. Xullas transportimiz ichida ko'rib turganlaringdek mana ikkitadan orqada oldida alohida monitor bor, ruchnolar qo'yiladigan joylar. Har bir yo'lovchi uchun alohida zaryadnik, podnos. Bu tarafida issiq suv, sovuq suv bor. Sideniyalar yotadi ma'lum holatgacha. Yotqizib ketishi mumkin. Bu yerda ham bir yo'lovchimiz narsalarni joylab qo'yishibdi. Kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Joylarimiz bor, reyslarimiz har kuni bor.